Alloh bizni satr qiladi. U har qanday aybdan pok. Xilvatda qolganimizda qanchadan qancha gunohlar qildik. Juda ko'p, juda ham ko'p. Ko'p gunohlar. Xoli qolganimizda ko'p gunohlar qildik. U har qanday aybdan pok. U bizni sharmanda qilmadi. Aytchi menga, Alloh bizni sharmanda qildimi? Yo'q. Ibn al-Qoyyim aytadi. Alloh gunohlarimizni satr qiladi. So'ngra bizga nido qiladi. So'ngra bizni mag'firat qiladi. So'ngra bizga muhabbat qo'yadi. So'ngra bizning gunohlarimizni yaxshiliklarga almashtirib qo'yadi. Naqadar karim zotsan ey Alloh, har qanday aybdan poksan. Naqadar karimsan ey Robbim, karim zot. Har qanday aybdan pok. Juda ham karim zot, juda ham. Lekin biz uning karimligiga shukr qila oldikmi? Uning rahmatiga shukr qila oldikmi?